Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azad. Bugun seshanba. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsilatı bo'lsin. T-Conversation to'rining 11 dekabrdagi xabariga ko'ra, Tayvan kelar oydagi prezidentlik va parlament a'zolari saylamoqqa tayyorlik qilayotgan bu paytda Xitoy bilan bo'lgan munosabatni qanday bir taraf qilish tabiiy holda bu faoliyatga muhim temaga aylanishi bilan bir vaqtda Xitoyning soxta uchur tarqatish orqali bu saylamga o'ziga foydali tarzda ta'sir ko'rsatishga urinayotganligi Tayvan siyosiy sohasida andish qo'zg'amoqda ekan. Yaqinqi bir ziyoratda bir nafar parlament a'zosi 13 yanvardagi saylamga amaliyotda Demokratik taraqqiyot partiyasi, Kuomintang, Tayvan xalq partiyasi va Xitoy Kompartiyasidan iborat 4 partiyaning qatnashadiganligini aytish orqali Xitoyning navbatda Tayvan ko'rsatadigan ta'sirining vaznini yo'ritishga tirishgan. Xitoyning soxta uchur tarqatish faoliyatlari orqali Tayvandagi jamoat fikriga ta'sir ko'rsatishga urinayotganligi, bo'libmi TikTok orqali yoshlarni nishonlayotganligi to'g'risidagi faktlar ko'paymoqda ekan. Tayvanda Xitoyning idorachiligi TikTok detalining hukumat tarqatgan uskunlarda ishlatilishi cheklangan. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, Tayvandagi nurg'un taratqularning Xitoyning kontrolligida ekanligini nazarda tutganda, Xitoyning Tayvanda o'ziga foydali jamoat fikri shakllantirish urinishlariga sal qarashga bo'lmaydi ekan. Lowy instituti to'rining 13 dekabrdagi xabarga ko'ra, Xitoyning Turkmaniston bilan chegara qilgan to'rbi yo'l projektini boshlash urinishi ham O'rta Osiyoda ham Avstraliyada qo'zg'olon qo'zg'agan. Bultur oktabrda Xitoy raisi Xi Jinping Xitoy bilan Turkmanistonning universal strategik sheriklik munosabatini kuchaytirishga chaqiriq qilgan hamda O'rta Osiyo Xitoy to'rbi yo'lining oxirgi bo'lagining qurilishini tezlatishni tashabbus qilgan edi. O'rta Osiyo Xitoy to'rbi yo'li tabiiy gaz to'rbi liniyasi bo'lib, tabiiy gazni O'rta Osiyo davlatlaridan asosliqi Turkmaniston, Qozog'iston va O'zbekistondan Xitoyga to'shiydi. 1833 kilometr uzunlikdagi 55 milliard kub metrlik to'sh iqtidoriga mazkur liniya Turkmanistondan boshlanib, O'zbekiston va Qozog'istondan o'tib Sharq Turkistonga tutishadigan 3 bo'lak liniyalardan tarkib topgan. Mazkur to'rbi yo'li bu yerda Xitoyning g'arbning gazni sharqqa to'sh liniyasiga tutishidi. D liniyasi qurilayotgan 4-to'rbi yo'li Turkmanistondan Sharqiy Turkistonga so'zilgan bo'lib, uning mazkur energiya yetkazish to'rining yillik to'sh iqtidorini 8 milliard 500 million kub metrga yetkazishi mo'ljallanmoqda. Növbətdə aran 6 milyon 500 min nüfusga ega Turkmaniston Xitoyning eng chong tabiiy gaz ta'minlaguvchisi bo'lib, Rossiya 2-o'rinda turdi. Bultur Xitoy Turkmanistondan taxminan 10 milliard 300 million dollar qiymatidagi 3 milliard 500 million kub metr tabiiy gaz. Rossiyadan bo'lsa taxminan 4 milliard dollar qiymatidagi 1 milliard 600 million kub metr tabiiy gaz import qilgan. 2021-yili Turkmaniston o'z oldiga Xitoyning O'rta Osiyodan keladigan tabiiy gaz importining 75%ni egallagan. Bultur Xitoy Turkmanistonning umumiy tashqi savdosining 65%ni egallagan. Ammo shundoq turuqliq Turkmanistonning iqtisodiy hali ham mushkulot ichida turmoqda. Reuters agentlik to'rining 14 dekabrdagi xabariga ko'ra, ko'rsatkich ta'minlovchi Morgan Stanley shirkati Volkswagen shirkatining Sharqiy Turkistondagi birlashma zavodidagi emgak huquqini tekshirish natijasiga qarab chiqqandan keyin, shu kuni bu shirkatning payga berilgan qizil bayroq bahosini apelsin bayroqqa o'zgartgan. Qizil bayroq darajasi bir shirkatning intayin eg'ir muhit xarakterlik, ijtimoiy yoki boshqarish xarakterlik talash-tortishlarga chetishlik ekanligini ko'rsatadi. Volkswagen shirkatining eng chong 20% chekining biri bo'lgan DK mablag' selish shirkatining sijilliq va shirkat boshqarish tarmog'ining mas'uli Ingo Sepech Volkswagen shirkatining shirkat boshqarishdagi yetersizlik sababidan hali ham mazkur fondning mablag' selishiga ancha mos kelmaydiganligini bildirgan. Volkswagen shirkati Sharqiy Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik deb ayblanganligi uchun Morgan Stanley shirkati 2022-yil 11-oyda o'zining ijtimoiy masalalar turida mazkur shirkatga qizil bayroq bergan. Natijada bir qism mablag' sog'uvchilar paylarini setib o'tgan va Volkswagen shirkatini iqtisodiy taftish qilishga chaqirgan. Oldingi hafta Volkswagen shirkati bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi zavodini iqtisodiy taftish qilishni havola qilgan boshqarish maslahatchilik shirkati Loyning cheklik shirkatining bu yerda majburiy emgak alomatlarini bayqamaganligini bildirgan. Halbuki aloqador mutaxassislar mazkur iqtisodiy taftish natijasining chilliqiga intayin kuchli gumon bilan qarayotgan bo'lib, bu zavodning majburiy emgakdan xoli bo'lishi asosan mumkin emas ekan. Reuters agentlik to'rining 14 dekabrdagi xabarga ko'ra, shu kuni Xitoyning ko'p qism joylari qattiq sovuq havoga duch kelib, poytaxt Beyjing atrofidagi bir qism tosh yo'llar taqilib, odatdan tashqari sovuq havoyi tosh yo'l, temir yo'l va avosiya turlariga qashil tug'dirgan. Shivirg'andan manbalangan sovuq iqlim Xitoyning shimolidagi bir qancha o'lkasidan Guizhou o'lkasi qatorliq o'rta va janubiy rayonlarga hamda Changjiang daryosining tuvanki iqiniga kengaygan. Meteorologiya mutaxassislarining aytishicha, oldimizdagi 2 kunda Xitoyning janubiy o'lkalarida temperatura ko'rinarli tuvallaydi ekan.
George Washington Universiteti Eliot Xalqaro ishlar institutining magistr aspiranti Maggie Belik 14 dekabr Amerika Uyg'urlarning kishilik huquqi masalasida Xitoyga besim qilinmadi mavzuliq maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolaning asosiy mazmuni tuvanlikcha. O'tgan 5 yilda Sharq Turkistonda nurg'un bolalarni o'z ichiga olgan 2 milliondan ortiq Uyg'ur lagerlar qamaldi. Lekin Amerikaning Xitoyning kishilik huquq tafsirlanishligiga qaratgan siyosati hali ham yetarli emas. Shu vajidan bunu savol hozirmi kuchga ega? Amerika bu irqiy qirg'inchilikning oldini olish uchun hal qilg'uch tadbir qo'llanamdi yo'q. 2020 yil yo'l qo'yilgan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunida Xitoy amaldorlari Sharq Turkistondagi saqchilar va majburiy Uyg'ur emgak kuch ishlatadigan o'rinlar nishonlangan edi. Mazkur qonun yo'l qo'yilgandan buyon Amerika tamojnisi Sharqiy Turkistondan kelgan 1 milliard 400 million dollar qiymatidagi 4000 paraxutdan ortiq malni to'sdi. Lekin yaqin tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, fasllik dehqonchilik uchun majburiy emgak kuchlarini o'tkazish yanada Sharqiy Turkistonning rasmiy taraqqiyot planiga kirgizilgan. Shunga bu rayondagi zulm davomlashayotgan paytda Amerika cho'qim o'zining tadbirlarini kuchaytirish kerak. Amerika o'zining jazo doirasini kengaytirib, texnik ko'p Xitoy hukumat amaldorlarini, Sharq Turkistondagi shirkatlarni va xalqaro mablag' sog'uvchilarni jazo doirasiga kirgizish kerak. Kuchaytirilgan va aniq jazo tadbirlari kishilik huquqni ilgari surish, emgak kuchi bozorining ahvolini yaxshilash va energiya sohasining islohotini ilgari surishda intayin muhim. Majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishining unumli oldini olish uchun bu jazolarni qarorlik tekshirib turish va yangilash kerak. Gerçi jazo tadbirlari kuchli siyosiy tutum bo'lsa-mu, ammo ta'minlash zanjiri masalasi sababidan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta va boshqa materiallarning Amerika bozoriga eqishini butunlay to'sib qolmadi. Ba'zi ahvollarda mavjud jazo tadbirlari hatto kutganning aksiga unum berdi. Masalan, Amerika Sharq Turkistondagi paxta mahsulotlari qarta jazo yurgizgandan keyin Xitoy bu yerda Uyg'ur jamiyatini muhit va sog'lomlik xavfiga duchor qilgan ko'p kriminallik bo'lim ishlab chiqarish qatorliq boshqa iqtisodiy faoliyatlarni boshladi. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlar zulmga to'lgan bu sharoitda davomli azob-uqubat chekyapti. Amerikalik korxonachilar va boy mablag' sog'uvchilar Sharq Turkistonning energiya sohasiga mablag' solish salmoqini oshirmoqda. Kishini ichindiradigan mushkil sabablar tufaylidan Xitoyga qarta texnik qattiq va qaratmalik jazo yurgizish, shundaqla bu jazolarni davomli nazorat qilish va qarorlik yangilash intayin muhim. Bu jihatda Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunining ijroat ahvolini har yili tekshirishning foydasi ko'p bo'lishi mumkin. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.